yoki yutishimiz kerak yoki futbol o'ynamasligimiz kerak. Yomon bo'pti endi hammasi. Zamonaga qarang nima deyapti. Ikkinchi taym sirk bo'ldi. Saudiyadan alamimiz bordi, alamni oldik. Kim cho'g'ri ko'radi bularga? Qachongacha chidash mumkin bu narsalarga bular? O'zbekiston. Because hech qachon jahon chempionatiga bunaqa sistemada chiqa olmaydi. because this system kill Malta. Rostdan ham qiyin o'yin bo'ldi. Endi hammasi o'zimizga bog'liq edi. Nechta moment, nechta 100% moment ura olmadik. Bunaqada nima deydi? G'alaba qozonish qiyin. Chunki shunaqa momentlarni ano qilyapmiz, ura olmayapmiz. Конечно, san urmasang san uradi. Keyingi o'yin haqida nimalar gapira olasiz? Bizda oxirgi shans qoldi. Yoki yutishimiz kerak yoki futbol o'ynamasligimiz kerak. Shuning uchun uydagi o'yin umuman boshqacha o'yin bo'ladi. Bunaqa podxod bo'lish kerak emas o'yinga deb o'ylayman. Uyda faqat g'alaba qoniqtiradi. Shuning uchun bizning muxlislarning oldimizda qarzimiz bor. O'sha qarzni uzishimiz kerak. Boshqa ilojimiz ham variantimiz ham yo'q. Juda ham yaxshi o'ynadi jamoa, lekin ikkinchi taymga borib biroz sustlashib qoldi. Hujumlar nima bo'ldi aslida? Endi nima desa bo'ladi? Ozgina shoshilib qoldikmi, gol urishimiz kerak, yutib olishimiz kerak edi. Shunga bilmadim, sal primolineyni o'yin bo'ldi-da. Oldiga gruzit qilib bilmadim nima. Hamma vaqt kam qolgan, endi tezroq urmoqchi bo'ldi deb o'ylayman-da. Mana Xitoydan keyingi o'yinda tugagandan keyin oldin o'zini fikrini aytdi muxlislarga. Menimcha endi siz ham o'z fikringizni aytsangiz to'g'ri bo'lardi. Muxlislarga nima demoqchisiz hozirgi vaziyat? Ha, endi juda ham nima desa bo'ladi. Biz ham rosa chiqimiz kelyapti. Endi hali ham shans bor, 3-o'rinni olibmiz, endi qiyin. No. 2-1 yutmadimi? 2-2. Va yomon bo'pti endi hammasi. Menga 2-1 deb tugadi deb aytishdi-da. Voy, tugabdi-da hammasi endi. Ha, bilmadim endi. Uzra. Javobga tayyor emasman lekin to'g'risi. And then you score one goal as well. So how do you feel about the game? It's very hard game. Vietnam is very good club. I scored. It's very good. Thank you very much. And then in this weather you played, how do you feel your performance? Why? You started Seraka 1 minute. Zamonaga qarang nima deyapti. Please translate. in such extreme weather. How does he feel his performance? inshallah. Just yes. Ikimiz nishonlardik. Nishonlashim oddiy hol, oldindan rejalashtirgandim. Xudo xohlasa uraman deb. Thank you very much. Thank you. Birinchi taym bugun futbol o'ynadik, ikkinchi taym sirk bo'ldi. Birinchi taym bilan ikkinchi taymni umuman farqlagan taqdirda yerimni osmoncha. Hech birinchi taymda zo'r chiroyli futbol bo'ldi, ikkinchi taymda sirk bo'ldi. Men bu bilmayman, yana nima deyishim mumkin, kimga jalvatsa qilishimizni ham bilmaymiz. Bu hakamlarni kimdir qachondir tartibga soladimi yo futbolni tugatamiz. Ikkita yon boshdagi hakam o'rtadagi narsani aytib turibdi. U nima, u prosta svistok bilan yuribdi. Bu yonimda turibdi, eshitib turibman hamma narsani. Qizildan sariqdan deb dalidagi bo'lgan narsani men yonimda turibdi, ko'rmagan narsani aytib patskas qilib turibdi u. Aynan qaysi vaziyat? Hamma vaziyatda rosa o'qildi. O'yinni. Rahmat amalar sizga. Boshqa gapim yo'q. Savol bor. Ha, savol. Jamoa bosh murabbiyi Tajmurat Akamurodovning o'zi rasman bosh murabbiy. Kim aytsa yomon deb. Qog'ozda Qog'ozni yaxshi o'qigan. Shabozdan so'ra kim murabbiyligini aytadi. So the 2 goals and you're through to the quarter final. Sana bugungi 2 goling komandan o'sha chorak finalga olib chiqdi. Buni nima deya olasan? Xursandman. Chorak finalga olib chiqqandan xursandman. Qo'llab turgan muxlislarga rahmat. Jamoaviy o'yin qildik. Saudiyadan alamimiz bordi, alamni oldik. Guruhdan chiqishimiz shart edi. Shuni oqladik. Thank you very much, Sada. Congratulations. Prima di più tattica, secondo per me bisogna lavoro
come La forza. la forza, sì, per rinforzare il sì, muscolo. sì, il difensore tutti forza. Hayvonot ketdi. Avvalo Sudon jamoasini g'alabadan tabriklayman. O'yinga keladigan bo'lsa, nima endi Turonda aybi Superligaga chiqqanimi yoki sudyalarga tur chiqmayotganimi, bu narsani ikkita o'yindan beri umuman tushunib bo'lmayapti. Buni mana butun dunyo ko'rdi, butun O'zbekiston ko'rib turibdi. Bugun ular o'yinchini boshiga tegib, kirsa razvedkaga bolalar yig'lab yotibdi bular. Bu haromilar kirsa bular, kim chora ko'radi bularga? Qachongacha chidash mumkin bu narsalarga bular? Qachongacha tozalaymiz, shumi tozalagani? Nimani tozalayapti? Nima qilyapti? Kelib ko'mib ketyapti. Ikkita o'yindan beri bular umuman futbol yo'q. Sistok. Qachongacha kim bularga chora ko'radi? Qachongacha bular 70 tadan oshiq, 80 tadan oshiq odam mehnat qilyapti. Bola chaqasini boqaman deb ezilib ketyapti. 3 ta odam chiqib turib bular kallasini olib tashlayapti. Kim bularga chora ko'radi? Adolat shumi? Shumi O'zbekistonda adolat? Qani adolat? Qachongacha korrupsiyaga kurashish mumkin? Qachongacha nimaga biz halol o'ynaymiz, sudyalarga pul chiqmayapmiz. Ana ahvol. Bir so'm pul chiqmasangiz bular kallangizni olib tashlaydi. Kim chora ko'radi? Olib tashasin butun umrga futboldan mani. Lekin bular oxirigacha kurash kerak. Kimdir borish kerak takansi. Yana qaysi vaziyatlar Xo'p, bizda mana ikkita ruka bo'ldi. Nimaga uni bermaydi? Bitta moment poylab yuribdi o'yinni boshidan beri. 5 ta sariq. Nima bu? Undan ko'ra o'yindan oldin kirib aytsa, bugun sizlar kallangni olib tashlayman. Umuman chiqmaysanlar, siz chiqmaymiz. Biz mana men yosh trenerman, o'sib kelyapman. 2 kunda mana mayli ko'cha to'la ish topib olaman. Lekin mana komanda bilan mehnat qilayotgan odamlar bu yerda bilan kutib o'tiribdi, kutib yashayapti bilan. Komanda yutsa bilan premiya olsam, bola chaqamni boqaman deb yashayapti bilan. Bu kelyapti bilan kallasini olib tashlayapti. Kim kurashadi bunga? Kim? Bormi? Hamma og'izda gapiradi bilan, amalda yo'q hech narsa. Jamoa o'yini, g'alaba qozonish, shu matchga olish uchun yaxshi o'yin ko'rsatdi. Xo'p, o'ynashga futbol berdimi degan savolni bering siz oldin. Har bitta epizod sistor, qanaqa futbol bo'lishi mumkin? Qanaqa futbol to'g'risida gaplashish mumkin bilan? Sizga bilan hakam bilan o'ynashga bermasa qanaqa futbol? Qani futbol? Mana bo'ladi. Savolni tutmang bo'ldi. Uzbek football go to UEFA. Единственный nima hal qilib bera oladi? UEFAga a'zo bo'lganda Uzbek futebol continuar aqui na Ásia, nunca vai ao campeonato do mundo. Nunca. Yana bir bor o'zimning fikrimni aytamanki, Never go to World Cup. Davom ettiriladigan bo'lsa, O'zbekiston Because hech qachon jahon chempionatiga bunaqa sistemada chiqa olmaydi. Because this system mata o futebol do Uzbek. Bu sistem hozirgi olib borilayotgan sistem Mata o futebol uzbek. O'zbek futboliga yakun yasab beradi. Só tem uma hipótese. Vai para a UEFA, campeonato aumenta, referees melhoram, futebol mais competitivo e o Uzbequistão dia pode chegar ao Mundial. Agora, neste momento, o Uzbequistão só está a queimar dinheiro. É só enganar. Zero. No chance. Shu UEFAga a'zo bo'lsa, o'shandagina hamma narsa ko'tariladi. Catastrophic. Ko'tarilishi boshlanadi. Chunki ularni jarayonida shu narsa kerak bo'ladi. UEFA arbitraj boshqacha. Bular ko'tarilishi boshlaydi. O'zbekiston chempionati o'yini boshqa. Odamlar, o'yinchilar o'zini bir-biriga bo'lgan hurmat boshqacha bo'ladi. Ular bir-birini maydonda urib sindirish emas, boshqacha povedeniyasi bo'ladi. O'shaning uchun mening fikrim, agar shu narsalar bo'lmasa, kelajagi yo'q. Catastrófico. Já não tenho palavras para aquilo que eu vi aqui durante um ano. Já não tenho palavras. So'zlarim yo'qki, men 1 yil mobaynida shu yerda yurgan bo'lsam, menda umuman bunaqa so'z topa olmayman. Nimaga? Saio daqui muito triste. Lekin bir kun ketadigan bo'lsam, bu yerdan juda bir xafa bo'lib ketaman. Daqui um mês vou para Portugal. Nasib etsa bir oydan keyin uyimga ketaman, chempionat tugagandan keyin. E vou muito triste porque fico triste porque o Uzbequistão tem bons jogadores. Xafa bo'ladigan tomonim nimagaki, O'zbekistonda yaxshi, iqtidorli o'yinchilar bor.
Mas este sistema Bu sistema bilan de campeonato, chempionati, referees, sudyalar, não haver academias, akademiyalar ko'paymasa, não estar na UEFA, UEFAda bo'lmasa, o Uzbequistão não tem chance. hech qanaqa imkoniyat bo'lmaydi O'zbekistonda. Nunca vai a um campeonato do mundo. Hech qachon jahon chempionatiga ham chiqa olmaydi agar Nunca. Nunca. Zero. nol bo'lib qoladi. Zero. E desejo boa sorte para o Uzbequistão. Men As pessoas, as pessoas do Uzbequistão são porreiras. insoniyati juda yaxshi insonlar ko'p O'zbekistonda. Hammasi São simpáticas. hammasi simpatik odamlar. Hammasi Mas insoniyatli este sistema do Uzbequistão, no, Lekin bu sistema no chance. bo'yicha shans qolmaydi. Futebol, Futbol cho'kib ketaveradi. all the time this. Hatga qarab cho'kib ketaveradi. Sorry. Thank you.